So'nggi vaqtlarda ayrim uddaburon shaxslar tomonidan noqonuniy qurilishlarni go'yoki qonuniylashtirib berish va'dalari bilan fuqarolarni aldash holatlari uchramoqda. Samarqand viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi rasman ogohlantiradi. Bu borada hech qanday yengilliklar, aksiyalar yoki pul evaziga qonuniylashtirish amaliyoti mavjud emas. Qonundan chetga chiqqan har qanday qurilish faqat belgilangan tartib asosida ko'rib chiqiladi. Vositachilarga ishonish naqdingizni xatarga qo'yish demakdir. Shubhali takliflarga duch keldingizmi? Darhol xabar bering. Ushbu holatda siz korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 1253 qisqa raqami yoki qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasining 71 kodi bilan 244 0727 ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. Yolg'on va'dalarga ishonmang. Hujjatlaringizni oson yo'l bilan hal qilishni taklif qilayotgan shaxslarga aldanmang. Unutmang, bugungi hushyorlik ertangi xotirjamlik garovidir.